Chery avtomobillarning legendasi deb adashimiz. Ushbu avtomobilimiz 8 Pro Max. Avtomobilimiz benzinda harakatlanadi. 2 litr turbo motor bilan jihozlangan bo'lib, 245 dona oq kuchidan iborat. Avtomobilimiz to'liq polni привод hisoblanadi. Polni привод deganimiz 4 balondan birdaniga harakatlantira biladi. Endi 7 o'rindiqli, eng самый главныйsi, keraklisi 7 odamni oilaviy katta mashina hisoblanadi. Bemalol avtomobilimiz bilan xohlagan joyga sayohat qilsangiz bo'ladi. Shaharda ham harakatlanmaga eng qulay avtomobillardan birisi hisoblanadi. Ya'ni avtomobilimizda avtopiloti, panorama lyuki, 360 gradus kamerasi, слепой zona datchiki va ko'pgina funksiyalardan iborat bo'ladi. Shu degani avtomobilimiz to'liq shahar joydan, to'liq tog'li hududlar ham harakatlanib ketsa bo'ladi. Endi avtomobilimizni tashqi dizaynini o'zlaringiz baho berasiz. To'liq LED jihat faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu kunduzgi yoritish jihozlari, ya'ni LED diho deb aytamiz. Farlarning shu qismida yonib turadi. Oldi qismida yana elektronli emblemamiz, 360 gradus kamerasi va oldingi parktroniklar bilan jihozlangan bo'ladi. Avtomobilimiz crossover turkumga kirib, 19 dyumdagi diskalar bilan jihozlangan, yumshoq balonlar qo'yib o'tilgan. Ya'ni balon almashtiraman deb yurmaysizlar. Avtomobilimizdan to'liq besключевой dostupimiz mavjud, sensorli bo'ladi. Sensorning, ya'ni kilitni masofadan o'zi donib beradi. Aytib o'tganlarimizning 7 o'rindiqli ichki qismini e'tibor berib o'tasizlar. Oldingi qator, o'rta qator va orqa qatordan iborat bo'ladi. Endi avtomobilimizda yana eng kerak funksiyalaridan birisi uzoq yo'lga harakatlanmaga chiqqanlaringizda haydovchimizning yonidagi yo'lovchimiz bemalol massajning o'rindiq, ya'ni atamanki sideniyadan foydalanib massaj olib ketsalar bo'ladi. Mana bir xarg'inchilikni chiqarib beradi. Avtomobilimizda to'liq obduf, obogrev sistemalar mavjud. Sideniyalarni qizdirib ham, sovutib ham beradi. Endi bu besключевой dostuplarimiz ham mavjud. Ya'ni ekranlarimizning 19 dyumli diskalar va orqa faralarimiz. Orqa faralarimiz uzluksiz yonuvchi LED chiroqi bilan jihozlangan bo'ladi. Mana xrustalniy bo'ladi, e'tibor berasiz. Bегущий liniyada yonadi. Bегущий liniya degani birdan yonmaydi, o'ynab o'zining dizaynini ega, yonish uslubini ega bo'ladi. Orqa kameramiz, orqa parktroniklarimiz joylashtirilgan bo'ladi. Orqa loboylarimiz ham spiralli, buzlab qattiq kamera. Spoilerlarga e'tibor berasiz, чисто sportniy dizaynda ishlangan. O'zi avtomobilimizda 6 rejim bo'ladi. Eco, sport, komfort, keyin qorli yo'llarda haydash, loyli yo'llarda haydash va qumli yo'llarda haydash 4x4 rejimlarimiz mavjud. Avtomobilimiz shu gavdasini qaramay, shahar joyina o'rtacha 8-9 litr atrofida yoqilg'i sarflaydi 100 km, trassa rejimida esa 6 litr atrofida yoqilg'i sarflaydi. Euro 6 standartda to'liq javob beradi. Avtomobilimiz 92 yoki undan yuqori benzin bilan harakatlanadi. Endi ichki interyerga e'tibor berasiz. İchki interyerimizda to'liq oldi qatorlari, sidenalari, torpedalarimiz hammasi koja bilan qoplangan bo'ladi, ya'ni shokolad svet kojalarimiz. Multi rul, avtopilotlari bor, холодильниклari, telefon beprovodnoylari, head-up display, ya'ni monitor ham qarab o'tirmaysizlar. Bundan tashqari akustika sistemamiz Sony o'zining usilichilaridan ega bo'ladi. Yanada to'liqroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning Xiva Kurukandagi Chery Urganch avtosalonimizga tashrif buyursangizlar, avtomobillarimizda test drive'larimiz mavjud. Bemalol haydab ko'rib, xohlagan bir turdagi avtomobillaringiz bilan solishtirib ko'rsangizlar bo'ladi. Avtomobilimizning tan narxi 480 million 900 ming so'm. Naqd yoki standart kredit asosida xarid qiladigan bo'lsangiz, 25 million so'm foyda bilan hozirgi kunda xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari avtomobilimizda imtiyozli kredit, foizsiz bo'lib to'lash va lizing dasturlari amal qiladi hozirgi kunda. Endi garantiyasiga kelsak, rasmiy diler bo'lganligimiz sababli 7 yil 200 ming kilometrgacha avtomobilimizda
rəsmi kafalat verilir. Həmmənizin yenə də to'liqroq məlumat alış üçün Şeir Ürgənc avtosalonunda kütüb qalamiz. Sağ olun, salamat olun.